Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Kahramonmaraşdagi xalqaro yig'inda Sharq Turkiston mustaqillik ro'yi tanishtirildi. Xitoy konsuli Rossiyada karantin qilindi. Turk qizi Alanur Aqinji xalqaro matematika musobaqasida birinchi bo'ldi. Tövəndə ixtilaf xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 11 fevral kuni Turkiyaning sharqiy janub rayoniga joylashgan Kahramonmaraş shahrida o'tkazilgan İslam ve Türk dünyasında tacavuzçılığa karşı elip verilgan köreşler mavzuliq yığında Kahramonmaraş Sütçü İmam Üniversitesi o'qituvchisi Doktor Alimjon Bug'da Sharq Turkistondagi mustaqillik ruhi temsil doklad bergan. Alimjon Bug'da Uyg'urlarning azodlik, köreş, tarixiy musofirlari va Uyg'urlardagi milliy mustaqillik ruhi qatorliq masalalar bo'yicha atrofli to'xtalib, Uyg'urlarning 19-asrdan bugungacha bo'lgan mustaqillik köreşlarini bir qadar tafsili bayon qilib, yig'in ahlini Uyg'urlarning tarixiy va hozirgi mavjud masalalar haqida ko'p uchurlarga ega qilgan. Mazkur muhokama yig'iniga Uyg'urlardan boshqa yana Turkiya mutaxassislari va bir qism burun tajovuzchilik uchirgan allardan kelgan mutaxassislar ishtirok qilib doklad bergan bo'lib, ularning orasida Moldova Jumhuriyatidagi Turkiy millat Gagavuzlarning avtonom rayonining raisi, shuningdek Falastin, Yaman, Bosniya, Liviya qatorliq allarning bir qism vakillari qatnashgan. Doktor Alimjon Bug'daning aytishicha, bu yil Kahramonmaraşning ozod bo'lganligining 100 yilligi bo'lib, bu shahar 1920-yili Fransiya armiyasining ishg'olidan ozod qilingan. Ana shu 100 yillik xotir munosabati bilan bu shahar turli faoliyat o'tkazayotgan bo'lib, mazkur yig'inmi ana shu xotirlash faoliyatlarining bir qismi ekan. Kahramonmaraş Turkiyaning Mustafa Kemal Atatürk rahbarligidagi ozodlik urush tarixida muhim sahif yaratgan viloyat bo'lib, mazkur viloyatning ozod bo'lishi Türkiye Cumhuriyeti qurilishida muhim rol o'ynagan. Kahramonmaraşning ozod bo'lganligining 100 yillik munosabati bilan 45 kundan buyon har xil faoliyatlar o'tkazilayotgan bo'lib, bu faoliyatlarning ko'pida Uyg'ur masalasiga o'rin berilgan. Kahramonmaraş shahrining boshlig'i o'tgan yili Xitoyning Yiwu shahri bilan qarindosh shahar bo'lish to'xtamnomasiga qo'l qo'yganlik uchun Türk xalqining va ommaviy tashkilotlarning qattiq noroziligiga uchragan edi. Reuters agentligining 12 fevraldagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatı Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi Xitoy konsulxonasining konsulligiga avatgan Suyshao uchun vazifaga o'tirish uchun yetib kelganda, Rossiya taraf uni 2 hafta konsulxonadan chiqmay o'z-o'zini karantin qilishga buyurgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Rossiyada tojisimon virusini yo'qlangan 2 kishi bo'lib, yaqinqi mezgilda Xitoydan kelgan 150 kishi Rus va Xitoy birdek Sibiriya rayonida karantin qilinmoqda ekan. Yekaterinburg shahrining o'zida 100 dan ortiq Xitoy karantin bosqichi turmoqda ekan. Rossiya matbuotlarida navbatda virusdan qo'rqish xohishining bir qism joylarda Xitoyga qarshi kayfiyat paydo qilayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Izmirda yashaydigan 10 yoshli qiz Alanur Aqinji xalqaro Karibo matematika musobaqasida birinchi bo'ldi. Bundan burun ko'plagan musobaqalarda ustunlikni qo'lga keltirgan Alanur Aqinji yaqinda Kanadadagi bir o'rinning internet orqali o'xshash bo'lmagan davlatlardan 7328 o'quvchining qatnashishi bilan o'tkazgan xalqaro Karibo matematika musobaqasida sharaf bilan dunyo birinchilikka erishgan. Har yili 6 qatim 12 kategoriya bo'yicha o'tkazilgan musobaqa ingliz, fransuz va faris tillarida o'tkaziladi ekan. Zira halqa Uyg'ur xonim qizlarining tarixdan beri yoqtirib taqab kelgan zinnat buyumlarining biri bo'lib, oltin, kumush va metallar bilan sap qo'yilib yoki turli yaqut, firoza, chash ko'zlar qo'yilib yasaladi. Zira kilik bilan tortib so'zib, sim qilib, zira halqasi va ishki agimlarni egib, anjur shaklda kesilgan oltinni qo'yib, kapsharlab tutashtiriladi. Zira halqalar ko'pincha Qashqarda ko'p taralgan bo'lib, bodilik zira, quchoch zira, mixvaliq zira, manti zira, soat nusxa zira qatorliqlarga bilinadi. Türk tilla divanida zira degan so'z zinnat buyumi deb izohlangan bo'lib, 11-asrda küpe deb atilganligi xotirlangan. Küpe halqalarga berilgan umumiy nom bo'lib, Türk tilla divanida yana halqa ma'nosida keladigan boshqa so'zlar uchraydi. Halqalar yasalishi va shakliga qarab ismlari o'xshamaydi. Asosan oltin, kumushdan yasalgan halqalarni o'ksak deb atiladi. Ayollar bu xil halqalarni taqsa, urag'ut o'kmalandi. Ma'nosi xotun zirlik bo'ldi deb ataydi. Yana bir xil to'lg'ash deb atalgan sanglaydigan unchidan yasalgan halqalar tilg'ilingan. Zira halqa chet ellarda va vatanimiz Sharq Turkistonda saqlanayotgan tarixiy yodgorliklar ichidan o'rin olgan bo'lib, Shvetsiya etnografiya muzeyida saqlanmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.